Mana shu yo'lda yarim soatdan keyin 1 kilometrlik probka boshlanadi. Qanaqa qilib deysizlarmi? Oddiy misolni tushuntiraman. Hamma 60 km/soatga ketyapti. Endi oldidan bitta odam chiqib qoldimi, birinchi qatordagi mashina o'rtaliq 40 km/soatga sekinlashadi. Endi uni orqasida turgan mashina esa 20 km/soatga. Uni orqasida turgan mashina esa polностью to'xtaydi. Xuddi oldinglarda ko'rinmas svetofor paydo bo'ladi. Bu o'rtaliq fantomniy probka deyiladi. Misol uchun Chilonzordan o'rtaliq Yunusobodgacha deyarli svetofor yo'q. Yo'l ham tekis. Bitta kimdir sal qattiqroq tormoz bosganda kilometrlab probkalar bo'ladi. Tushunmayotgan bo'lsanglar agar men hozir shu yerda sal qattiqroq tormozni bossam, 20 minutdan keyin shu yerda probka boshlanishi mumkin. Buni oldini olsa bo'ladimi? Bo'ladi, lekin sal qiyin. Odam faktori bor. Kimdir tez yuradi, kimdir sekin yuradi. Kimdir mashinalarning orasida masofani kattaroq oladi, kimdir kichkinaroq oladi. Mana shu masofani kichkina oladigan odam aybdor bo'ladi. Nimagaki, oldida turgan mashina sal tormozni bossa, mana shu masofani kam oladigan odam to'xtab qolishi ham mumkin. Refleks deb. Bu ma'lumot o'rtaliq fantomniy probka haqida bo'ldi. Agarda avariya bo'lib qolsa, gapirmasa ham bo'ladi. Odamlar sekin qarab o'tib ketish kerak. Videoga like bosib qo'yinglar.